Hurmatli kuzatuvchilar, kech bo'lishiga qaramasdan mana hozir yumurtalarimizga rang tayyorladik. Mo'yishiga jemchuk rang. Parkinskiyning orqasida Novostroykamizga mana yuklayapmiz. 87 ta chelak. Hammasiga rang tayyorladik. Hammasi sifatli. Kimga shunaqa mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, Hayot do'konimizga murojaat qilaverasizlar. Hamma do'kon yopilgan bo'lsa ham, Hayot do'konimiz doim ochiq. Kechasi 11 gacha. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.